Hürmetlik vatandaş, yukarıda leksiyelerini görüp öttüğümüz bugünkü çislağa 2022 yılı 7. ayının 29. günü Burunda silahla muhakeme, vaziyet ve muhakemede bugün bir tüven doğrusudur sözlü şeyli. Bir tüvenin müstemlik sistemisi bir müstemlik şekli. Şirket namıda müstemlik şekil yaki harbi kuş namıda bastırış, Uygurlarını bastırış organi teşkili grupsi yaki kurallık teşkilat. Xitayning kurallık teşkilatı ekanligini yuqorqi leksiyada shundaqla eg'iz qapti. Bir tüven men sizlarga leksiya so'zlagan bir qancha qitim aytgan edim ayni chog'da. Hindistonning mustamlika bo'lib qolishga sabab bo'lgan Sharqiy Hindiston shirkati iqtisodiy dollar bilan singib kirishdi. Hozir bu Uyg'uriston kirgan bentüven qurol bilan Xitoy pomishkilari deydi qorliqda qurol bilan singib kirgan Xitoy pomishkilari. Xitoy qurolliq deyxanlar yoki Xitoyning qurolliq pomishkilari 1954-yili qurildi. Bundan bir necha 10 yillar yoki bir necha 10 yil deganimiz 20 yillar ilgari shu Washingtonda bir qatim so'zlagan so'zimizda leksiyani radioga hozir Bentüvendan chiqarilgan Xitoylar Uyg'urning yezi kentlariga berib Daduyjan, Shodiyjan, bir nima Duyjan. O organ bu organni qurib olib amaldor bo'lib o'ltirib, masalan To'qqizaqdash, Daduyjan, Shodiyjan bo'lgan Xitoylarmi birdan kichik mashina o'ltirib bu kichik mashinani Uyg'ur emgakchilarning puli orqali sotib olib, o kichik mashinaga xarjlaydigan, ishiltadigan gaz va benzinni Uyg'ur emgakchilarning puli bilan sotib olib, Daduyjan bo'lib, Shodiyjan bo'lib hozir Uyg'ur kentleri, yezi kentlerini boshqaryapti degan leksiyani so'zlagan edik vatandoshlar. Endi hozir Bentüven. Mesela yana bir oddiy misol olaylik. 70-yillar yoki 80-yillardan avvali 70-yillarda 20-asrning Dünya Bankası Bentüvenga dollar qarz beribdi. Bu pulni qaytardigan chog'da Bentüven emas, qarz olgan Bentüven emas, balki Uyg'ur xalqi. Her bir aile can saniga qarab bir odam 5 yuvandan Xitoy puli. Masalan, bir uyda 8 odam bo'lsa 5 yuvandan bo'lganda 40 so'm bo'lamdi. 40 so'mdan pul qaytarish. Bu pul bilan Dünya Bankasının qarzini qaytarish. Savol qo'yib boqaylik, Uyg'urda bizda faqat ongma fikr degan narsa bo'lgan, bu bo'lmaganmi vatandoshlar shu vaqtida birat yerim Uyg'ur o'ttirg'i chiqib. Ey, bu pulni sen Bentüvenga qarz beribsan. Dünya Bankası'dan Bentüven qarz olibdi. Bu pulni biz nima ishga to'laymiz deydigan bir Uyg'ur. Önderep bo'lsa-mu o'rnidan turib shundaq degan bir hikoyalarni anlaganmisiz vatandoshim? Men anglamabdi ekanman. Bu yerda qandoq angladim? Keyin Washingtonga kelgandan keyin shu to'g'rida gap bo'ldi. Gap bo'lgandiki ondan esimizga keldi. Şu vaqtlarda her bir can egisi Uyg'ur 5 yuvandan pul to'lash, Dünya Bankasini to'lash. Mana Bentüvenning. Hozir siz qarab bakın. Yerini mecburi tartib oldi dedi başta. Yerini mülkle tartib oldi. Tabiatı tabiiy eqib keladigan o'stangning suyini mi tartib oldi. Uyg'ur dehqonlari yerini sug'uray desa, bir moy yerini sug'arsang manchilik pul. Bir qatim sug'arsang manchilik pul, ikki qatim sug'arsang manchilik pul. Ya yetidi yetmaydi. Dehqonlar 3 qatim sug'urish bilan shug'ullanadi bir yilda desak. Uyg'ur dehqonlarining o'simliklariga 3 qatim sug'urishga suv beremdi yo'q. Suv Bentüvenning. Yezi qishloq yo'llar ara Bentüvenning. Tağlardaki ormanlar, qarag'aylar Bentüvenning. Yani namdı kollektifning. Amaliyati Xitoyning. Asli Uyg'urning vatani, Uyg'urning zimini, Uyg'urning mol mulki, Uyg'urlarning yer zimini Bentüvenning amaliyati Xitoyning. Mana shu Bentüven
Bugün endi baş bulup o'ttirg'i chiqdi. Uning qilmishi hozir tafsili, inchkilik bilan bayon qildi Amerikadagi tadqiqotchi tashkilotlar va Londondagi tadqiqotchi tashkilotlar haqiqatan bentüven. Ana aşındaq bentüven. Hazır siz kelyapsiz. Bentüveni tunib bolduq, bilib bolduq deymiz. Lekin Uyghur xalqi buni to'liq tushungani yo'q. Bugungi paxta mecburi emgak. Bugungi energiya, haliqi quyosh nuri energiyasi. Bu mu mecburi emgak. Moşunumu egisi xo'jayini bentüven nomida Xitoy davlati. Paxta ve bunun mu ilgisi Bentüven namıda Xitay devleti bunu koyup duraylı. Bentüven kurallık teşkilat, iqtisadi eksploatasiya qiladigan teşkilat ve kurallık bastırdıgan teşkilat bu Şinjan Uyghur Abnum rayonu hükümetinin rehberligide. Şundaqlı onu az degandek merkezi hükümet Beycan'ın rehberligide. Demek bugün xulosada şu boldu ki Bentüven Uyg'uristanni mustamlika qiladigan, Uyg'urlarni ezadigan, eksploatatsiya qiladigan, Uyg'urlarni majburiy assimilyatsiya qiladigan, Uyg'urlarni majburiy etnik tozalaydigan, Uyg'ur madaniyatini yer sharidan o'chiradigan, boshda aytibdi, yiltizi bilan qo'mirish, yiltizi bilan qo'mirib yo'qotish. Uyg'ur yo'qotish uchun qurilgan qurolliq tashkilot, Xitoyning tashkiloti. Şunu ben arlık sözü geldik, siyerlerin bir iş katım sözlü vatandaş. Vaziyet keldi müşahede dedik. Vaziyet müşahede geldi. Emdi bu vaziyet bir yarın eğiz elişi gerek, sakıyış gerek. Bu vaziyet yaralarını sakayıtış gerek. Müşahede geldi. Vaziyet muşundak vakitte avval Bentüven çekinişi gerek. Andın azatlık armiye çekinişi gerek. Uyg'uristandan bo'lmasa bu meselelerni hal qilish mumkin emas vatandaş. Birinchi yo'li Bentüven. Chunki Bentüven dastlab turayotgan, Bentüven egallab turayotgan yer mulk. Amaliyotda tarixdan bir millat meselesi, millatlar meselesi, yer meselesi. Yer meselesi bu mustamlika bo'lish, qarıştırış meselesi. Yer meselesi bu dehqonlar meselesi vatandaşım. Şuna nima deymiz? Başta aytibdi, Uyghur dehqonlardan qo'lidan majburiy yer mulkni o'tkazib olish Bentüven qiladigan ishdir. Şuna yaqinlab kelayotgan mushundaq vaziyatda endi boshqa rasmiyat saylam rasmiyatlar desa beshimizga Xudo shundaq kunni elib kelsa Uyg'uristondan birinchi bo'lib chekinadigan Bentüven qurol ko'targan bir Xitoyning Uyg'uristonda qolishiga ruxsat yo'q. Biz şunu qilamiz, talabni qo'yamiz, vaqt shuya keldi deyli. Endi bu vaziyatning portlash xarakterli yuz berishi qachon? Alloh biladi. Balki bu vaziyatni Amerika Qo'shma Shtatlari kuzatib, bilib turayotgan bo'lsa kerak vatandaşı.